Bir yigit bor edi. U doim pul topib onamni baxtli qilaman derdi. Har tong ishga ketardi. Onasi esa har kuni deraza yonida bolasini kutib o'tirardi. Bolam, ovqat tayyor. Bolam, charchadingmi? Bolam, o'zingni ehtiyot qil. Yigit esa, ona, keyinroq gaplashamiz, hozir vaqtim yo'q, deb aytdi. Kunlar o'tdi, oylar o'tdi. Bir kuni yigit ishidan quvonib qaytdi. Qo'lida gullar, cho'ntagida esa pullar, yuragida bir niyat bor. Bugun onamni baxtli qilaman. Lekin uyning eshigi oldida odamlar yig'ilgan. Ichkariga yugurib kirganda onasi uni kutmayotgan edi. Yigit tiz cho'kib yig'ladi. Ona, men keldim. Endi vaqtim bor. Siz bilan uzoq gaplashamiz. Ammo endi javob beradigan ona yo'q. Shunda u tushunib yetdi. Dunyoda eng qimmat narsa boylik, pul emas, onaning mehri va u bilan har bir o'tkazgan daqiqasi. Agar onangiz hayot bo'lsa, unga telefon qiling. Ahvolini so'rang. Sizni yaxshi ko'raman deb ayting. Agar onangiz oldingizda bo'lsa, sizni yaxshi ko'raman deb bag'ringizga boring. Onalarni qadrlang. Ularning ko'nglini ko'taring. Sizni yaxshi ko'raman deb ayting.